Assalamu alaikum barliq Qirg'izistondagi jamoat xalqimiz. Men bugun bu qayg'uli xabar, qayg'uli xabarning kelyotganiga Xitoy virusi bilan vaqtsiz dunyodan o'tib ketayotgan qarindoshlarim uchun nima deyishimni, qanday qilishimni, qanday javob berishimni, qanday ta'ziya berishimni bilmayman. Chunki hasrat Xitoyning zulmi, Xitoyning qirg'inchiligi vatandagi az bo'lganda Xitoyning dunyoga chiqqan mikrobi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, O'zbekiston, dunyoning hamma yerida bu qarindoshlarim bu Xitoy virusi bilan ketyotdi va butun dunyo xalqi ichida bo'lyotdi. Men shuning ichida bugun Qirg'izistondagi qarindoshlarimga bir ta'ziya bildirmoqchiman. Chunki Qirg'izistonda To'qmoq, Kambulun, Qarabalta, Belobod, Chetko'l, Malobotnaya, Komsomol, Alatov, Nalapokrovka, Lebedenyovka, Ko'kiltal, O'shbulash, Jalobod oblast, Issiqko'l, mushundaq yerlarda butunlay Uyg'urlar yashaydigan qarindoshlarimiz qazo qilib o'tibdi. Endi vaqtsiz bu mikrob bilan dunyodan ketyotdi. Bu bak fojia. Bularning hammasiga shu qazo qilgan urug' tuqqanlaringlarga va shu biz vaqtsiz ayrilgan qarindoshlarimizga biz yosh to'kib ta'ziya bildiramiz va oil tabobatlardan hol so'raymiz. Ularga yatgan yerni Allah cennet qilsin. Allah gunohlarni mag'firat qilsin. Yani şunun bilan birga men ismini bilaligan To'kirtoshda 40 yildan ortiq mali yigit beshi bo'lgan. Oxirida Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining Qirg'iziston bo'yicha butun yigit beshining beshida generalni yigit beshi bo'lgan Mirzaki Majum Abdullah dunyodan o'tibdi. O kishining yatgan yeri jannatda bo'lsin. Alatov yezida 40 yildan beri yigit beshi bo'lib jamoat arbobi bo'lgan Meshit aka dunyodan o'tibdi. O kishining yatgan yeri jannatda bo'lsin. Yani Ko'kiltoshda Mahmudjon apandim, o'mu jamoatning ishini qilgan qarindishimiz dunyodan o'tibdi. Yatgan yeri jannatda bo'lsin. Men aytgan bir qism qarindoshlarimga ta'ziya bildirib avatgan. Bugun yana mush qazo qilgan qarindoshlarimiz, diniy olimlarimiz, o'lmalarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz, singillarimiz, ochilarimiz, akalarimizdan vaqtsiz ayrıldık. Bütün mush urug' tuqqanlari qazo qilgan barliq Qirg'izistondagi qarindoshlarım, hammanglarga sabr tilayman, ham hol so'rayman. Men mushunchalik qila olmaydi ekanman. Shularga bütün Amerikadagi Uyg'urlar nomidan va o'zimning oilam nomidan samimiy salom yo'llayman. Allohdan qolganlarga omonlik tilayman. Allah hammanglarga sabr ato qilsin. Endi bugun biz hammamiz dunyoning hamma yerida Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Moskvalarda, bütün Avrupa, G'arb davlatlarida, Amerikada turayotgan Uyg'urlar qarindoshlarimiz bilan bir-birimizning holini shunchalik so'rayapmiz. Bu ofat yolg'iz bizga emas, butun dunyo xalqining beshiga keldi. Alloh Qirg'izistondagi qirg'iz qarindoshlarimizni aman eson qilsin. Her davlatda sizlar bilan yashayotgan har millat xalqini aman eson qilsin qarindoshlar. Lekin shu qatorda sizlarni Alloh aman eson qilsin, hammanglarga sabr toqat bersin. Men shu jarayonda sizlarga shuni aytmanki, bizning oldimizda shu qazo qilib ketayotganlar hammasini ko'zinglar bilan ko'ryapsizlar. Shuning uchun oldi bilan o'zinglarni qo'g'dinglar. Birinchi qo'linglarga palay,
ağzınlarga maska taqmay talağa chiqmanglar. İkinci, nazir chiroq to'y to'kin tuqqunimti tunishmiti deb bormanglar. Chunki mushu qazo qilgan, mushu mikrobda o'lib ketgan shehidlarimizning hammasi sizlarning kelib o'ziga kasal yuqtirishinglarni xohlamaydi, bularning ro'yi qo'riladi. Shuning uchun hech qanday o'lim yetimga hozir to'y to'kinga, mehmondochilikqa, mehmon yo'qlashqa, bozorlarni aylanishqa bormanglar. Adam yo'q yerlarda bo'linglar. Do'konlarga, og'zinglarga maska, palay taqab kirib, yeməklaringlarni elib olinglar. Balalaringlarni mushunda qo'g'danglar, o'zinglarni qo'g'dashni bilinglar. Mushu jarayonda biz Madina bozorida nurg'un farzandlarimiz qazo qilibdi. Uni angladim. Ularga cho'ng ta'ziya bildiramiz. Ularga omonlik tilaymiz, sabr tilaymiz. Urug' tuqqanlarga o'zlariga yotgan yerda jannat bo'lsin. Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilsin. Xudoyim Qirg'izistondagi, Qozog'istondagi, O'zbekistondagi barliq qarindoshlarim sizlarni omon eson qilsin. Dunyoning ham yerdagi qarindoshlarim hammanglarni omon eson qilsin. Bugun mushu Qirg'izistondan mushunchalik ismlaringlarni nihoyatda jiq odamlarning ismi bor. Atay desam nihoyatda jiq vaqt ilinib ketdi. Shunga mushu jarayonida qazo qilgan oldi kaynida mush 3-4 oy ichida qazo qilgan, mush kasal bilan qazo bo'lgan barliq xonim qizlar, apandimlar, ballar, otalar, akalar sizlarga yana bir qitim ta'ziya bildiraman va oilanglarga yana bir qitim sabr toqat tilayman. Bütün Qirg'iziston xalqiga omonlik tilayman. Samimiy salom yo'llayman. Hammanglar aman esən bulunlar. Biz bir-birimizga duo qilaylik. Quvvatli birimiz birsinglar og'rib qolsanglar, kambag'al bo'lsa yana birsinglar ishkini oldiga yemak, ishmaklarni jamoat pul yig'ib olib qo'yinglar. Bu kasal qanchalik quvvatli esa, qanchalik tomoqni yaxshi yesa, suvni ko'p ichsa, harakat qilib, o'zini chiniqtirib qilib, mushunga qarshi tura olgan odamlarning hayotini aktammaydi ekan. Biz bir sababmi qilayli, o'zinglarni yaxshi asranglar. Hurmat bilan Uyg'ur Milliy Harakati rahbari Robiya Qodir onanglar. Rahmat.